Assalamu alaikum, qarindoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb chiqidi. Nishonsiz qilingan da'voning badalini vatandagilar to'layotidi. O'ylab beqinglar. Birdam qirg'inchilik, birdam tutqun, birdam lager. Har bir narsa chiqib baxtı. Endi siz o'ylab beqing, nishonimiz bo'lmasa chiqaverdi. Xitoy har xil narsani chiqirdi. Madaniyat qirg'inchiligi deb o'tirg'i chiqib olg'ashqa, madaniyatnikiga birga bir chiqadi vatanning ichidagilar, sirtidagilar. Ichidagilar Xitoyning zulmi bilan, Xitoyning besimi bilan sulan chiqarsa, siz nima uchun chiqaryapsiz? O'ylab beqing. Bizning dardimiz madaniyat qirg'inchiligi, islom jidili emas, masjid jidili emas, zimin jidili. Ziminingiz olsa hamma narsangiz bo'ladi. E'tiqodingiz mı bo'ladi. Ziminingiz bo'lmasa nimangiz bo'layotir? Masjid yo'q. Nima ishlar bo'layotir? Eldan eliga Xitoylar qo'ng'a bosib yotgan qizlarningki videolarini chiqarib qo'ysizlar. Ashuning o'rniga bir vatan desanglar nima bo'ldi? Ulug' ay, ulug' kunlarda hammanglarning bir ko'ngliga zimin deganni selishini Allohdan tilayman. Rahmat sizlarga.